Yaqinda qaynotam yangi xolodilnik olib berdilar. Mani xayolimda ichi mana bunaqa bo'lishi kerak edi. Lekin real hayotda ko'rinishi afsuski mana bunaqa bo'ldi. Bu narsani srochno to'g'irlash maqsadida o'zimga bir dunyo xolodilnik uchun organayzerlar zakaz qilib yubordim. Bunaqa akriloviy organayzerlar xolodilnigingizdagi ozgina narsangizni ham juda ham chiroyli va akkuratni qilib ko'rsatar ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, natijasi bilan bo'lishganman. Itak men o'zimga 7 xil har xil formadagi organayzerlar zakaz qildim. Birinchi tanlaganim mana shunaqa sabzilarni solib qo'yish uchun. Tuxum solish uchun men mana shunaqa 18 talik organayzer olgandim, lekin sizlarga 30 taligini olishni tavsiya beraman. Keyingisi sir va tvoroglar uchun organayzer. Menga eng yoqqan eng katta organayzerlar pomidor va bodring uchun, mevalar uchun tanladim. Yana menda mana shunaqa chiroyli ruchkali organayzer ham bor edi, unga ham mevalar solib qo'yaman. Oxiridagi eng neobычный organayzer bu zelen uchun. Ichiga mana shunaqa suv solib qo'yadigan joyi ham bor. Eng katta muammo qolib ketgan ovqatlarni solib qo'yish uchun mana shunaqa 3 talik nabor zakaz berdim. Aniq bilaman organayzerlarim qayerdan olganim so'raysizlar, profilni belgilab qo'ydim, obuna bo'linglar. Va oxirida menda mana shunaqa rezultat bo'ldi. Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar.